Assalomu alaykum hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva, mol, qo'y ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasidan noodatiy video qilyapmiz. Bunaqa udar arashan qo'chqar olgan yaxshimi yoki spark olgan yaxshimi, nima deysizlar? Qaysi biridan foyda ko'p? Shuni mana shu qo'chqarimizni sotilar ekan, chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatamiz. Xudo xolasa, o'ta ham bir go'zal, chiroyli, barakali video bo'ladi. Mana shu tarafga qarab turingchi, dumbasini bitta ko'rsataylik-chi. Bu ustida sandaqli yotadigan qilib qo'yishibdi-yu. Mashalloh, ko'z tegmasin, qaranglar akalar. Arashan ishqibozlarga mana bugun o'ta ham yirik, o'ta ham baquvvat olgan mana tepalarni qaranglar. Ishib ketdi mentlar, ha? Dehqon bu. Ishib ketdi. Vahshi baquvvat ekan. Hozir so'liq qo'ysa chopaveradi hammikin, ha? Mana. Ma. Ko'z tegmasin, juda chiroyli qo'chqar o'tdi. Naslga olsalar ham bo'laveradi, yo bir ko'rgazmaga olsalar ham bo'laveradi, bir boshqacha qo'yagan. Arashan deyishyapti. Zotini tirnoqlari mana ortiqcha o'sib ketmagan. O'ta ham dikkillab turgan holatda. Yosh qanaqa ekan buni? Yoshi keladigan bo'lsa, yoshini qancha dedi? Yoshi 6 tish. 6 tish bo'pti. So'liqlarga chopaveradi. Va qo'shib ko'rdilarmi hozir? Yaxshi chopaman axir. Nima ko'z tegmasin. O'ta baquvvat ekan akalar, o'ta yirik narsa ekan. Bo'yiga necha buni? Bo'yiga 1.5. 105 cm. Plus minusida endi. Kelib o'lchab olaveradi. Mana tishi. Akalar mana 6 tish ekan. Ashi baquvvat ekan mana. Mana. Qo'yam o'zi ochib beryapti. Akalar mana tishimgacha ko'rib o'ylardi. Bu hozir naslga yaxshi narsa ekan buni. Oyoqlari ham baquvvat ekan, qaranglar. Ko'rsalaring kelib, ustida ko'rsalaring o'ta bir go'zal boshqacha qo'yagan. Kilosiga qancha kelar ekan? Kiloga taxminan 155 tepasida. 155 tepasida, bo'yi 1.5. Bir hali ko'rgazmalarga olib chiqib ko'rmabsiz-da buni. Yo sotib yuborasizmi? Kelishib bo'lsangiz sotib yuborasiz. Ko'rgazma bunaqasiga hech kimga ko'rsatganingiz yo'q. Yo'q. 155 kilo plus minusida, bo'yi 1.5, yoshi 6 tish bo'lgan arashan qo'chqarimiz bor akalar. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida. Bu afg'on deyishgan. Afg'onmi, arashanmi? Afg'on deyishgan. O'zim to'shni nimasi, adresini bilmaysizmi? Qo'limga kelib qolgan. O'zga aylanib kelib qolgan. Homa rasa cho'ponlar bob qo'chqar ekan-a, katta narsa ekan. Tirnoqlari ham o'ta baquvvat ekan-da. Mana akalar, bu kallalar uzunligini qaranglar mana. Lumba ham tikkan mana. O'ta chiroyli lumba solgan. Bunga narx qo'yibamizmi yo telefonda kelishaverasizlarmi? Telefon qilsa, narxini telefonda kelishilaveradi. Kilosiga 155 kilo plus minusida, bo'yiga 105 cm plus minus, tishi 6 tish. Manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida. Telefon nomerimiz 90 582 0707. Ekranga yozib qo'yamiz. Chista dehqonni qo'lida. Narxini ham xudo xolasa yo'lda qilib, chiroyli qilib berishadi. Asosan nasl olish uchun ishlasalar yaxshi narsa. Yo bu arashan yo afg'onda endi.
U ahli etgani ko'rib olaveradi-da, qana zotligini. Ama hashaki bas, shuni bilamiz. Zotligi aniq. Kallalari ham boshqacha bir o'ta yiriyagan kallasi ham bor-ku. Mo qulog'ida deb qo'ysa, mana shu lo'ni og'ziga kelyapti-yu. Qiziqqanlar bo'lsa, qo'ylarimga, so'luvlarimga qo'shib yuboraman deganlar bo'lsa, aytib yechib yuboring-da, shundan ko'raman. qo'yib yuboravering, bir ko'raman. Unaqa borib turib qo'yib yuboring-da, bir betdan qochib ketib qolmasin. Yaxshi ekan-da, oyoq qo'li hali baquvvat ekan. Bemalol yuribdi-yu, yotib qolgan joyi yo'q. Semizligida. Hali baqsa bilinmay. 180 ga ham olib chiqsa kerak, qo'yib yuboravering. Ana. Ma. Akalar omad Sparkdan ko'ra mana shu foydaliroq. O'zini ko'ryapti mana kallan qaranglar. O'ta o'zga dunyo ekan. Ma. Ana qo'chqa. Boshida bittasi yana chiqmoqda. Zo'rg'a turibdi ekan, o'zini nimasi yana qo'yar, bunga so'liq tog' berish kerak. Ma. O'ta yirik, o'ta bir o'lay narsa. Ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi. Kelishtirib chiroyli qilib berishadi. O't baqa qani bo'yin ham bilinma. To'sinib ketibdi bo'yni. Akalar uni qo'chqarga gap yo'q. Qadrli obunachilar, mana chiroyli qilib qo'ldan kelgancha video qildik. Yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib, podeshka qilib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli video qildik. Yoqqan bo'lsa like bosib, hatto kamchiliklarga uzr so'raymiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar qiziqqani bo'lsa.